Islom dini va musulmonlarning birinchi poytaxti Madina-i Munavvara haqida eng qiziq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Qani boshladik. Madina-i Munavvara Saudiya Arabistonining g'arbiy qismida, ya'ni Hijoz viloyatida joylashgan. Oldingi nomi Yasrib bo'lgan. Yasrib deb Qur'onda bir necha oyatlar ham ulardan bir toifasi dedi: Ey Yasrib, Madina ahli, sizlar uchun bu qadar ko'p sonli yovga qarshi turish imkoni yo'qdir. Bas o'z uylaringizga qaytib ketingiz. Ulardan yana bir guruhi esa uylarimiz ochiq-sochiq deb payg'ambardan izn so'radilar. Halbuki uylari ochiq-sochiq emas edi. Ular faqat jangdan qochishnigina istardilar. Madina shahri amiri Salmon Sulton al-Saud hisoblanadi. Milodiy 622-yilda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam boshchiligidagi musulmonlar Madina-i Munavvaraga ko'chib o'tdi. Ana Rasululloh! Allohu akbar! Allohu akbar! Rasululloh ko'rindilar. Hidoyatga boshlovchi xushxabar eltuvchi zot keldilar. Allohu akbar! Xush kelibsiz. Madina-i Munavvaraga xush kelibsiz yo Rasululloh. Xush kelibsiz. Shundan so'ng islom dini va musulmonlarning birinchi poytaxti sifatida e'tirof etilgan. 7-asrdan boshlab musulmonlar uchun Madina shahri Makka shahridan keyingi eng katta ziyoratgoh shahriga aylangan. Madina shahrining markazi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlari hisoblanadi. Madina shahrining yer maydoni 589 ming kvadrat kilometrni tashkil qiladi. Madina-i Munavvarada Qur'oni Karimdagi eng katta suralardan bir nechtasi nozil bo'lgan. Madina shahrida podshoh Faxdning Qur'on chop etadigan eng katta bosmaxonalardan biri mavjud. Madina-i Munavvaraning aholi soni 2022-yilga ko'ra 1,5 million kishidan ortiq. Madina-i Munavvaraga tashrif buyurgan ziyoratchilar quyidagi ziyoratgohlardan ziyoratlarini boshlashadi. Albatta, birinchi o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning masjidlaridan ziyoratni boshlashadi. Rasulullohning masjidlarining to'g'risida, ya'ni 362-eshikning ro'parasida Baqiy qabristoni joylashgan. Bu yerda 10 mingdan ortiq sahobalar va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ahli baytlari dafn etilgan. Ortimizda turgan mana bu go'zal masjid Masjidul G'avoma, ya'ni bulut masjidi deb nomlangan. Masjidul G'avomaga Rasulullohning masjidlaridan 310-eshik orqali kelinadi. Bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina shahrini qurg'oqchilik bosganlarida Alloh taolodan duo qilib yomg'ir so'ragan va Alloh taolo duolarini ijobat qilgan. Yana bir eng qiziq ma'lumot, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam jamoat bo'lib hayit namozini aynan mana shu masjidda ado etishgan. Masjidul G'avomaning yonida Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning masjidlari bor. Bu yerda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu chet eldan kelgan elchilar va davlatning ayrim ishlarini mana shu joydan turib boshqargan. Rasulullohning masjidlaridan 316-eshikdan chiqqanlaringda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kuyovlari Hazrati Ali radhiyallohu anhuning masjidlari bor. Ali radhiyallohu anhu haqida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday degan edilar: ilm bir shahar bo'lsa, uning darvozasi Alidir degan.
Mashaalloh. Ortimizda turgan mana bu tog' Uhud tog'i hisoblanadi. Bu yerda islom tarixidagi eng mashhur voqea, ya'ni Uhud g'azoti bo'lib o'tgan. Uhud tog'i Madinaning shimoliy qismida joylashgan bo'lib, uzunligi 6-7 kilometr, eni 2-3 kilometr, balandligi esa 350 metrni tashkil qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud tog'iga qarab shunday degan: Uhud bizni yaxshi ko'radi, biz ham Uhudni yaxshi ko'ramiz deganlar. Uhud g'azotida shahid bo'lgan ko'plar sahobalar aynan mana shu joyga dafn etilgan. Ortimizda turgan mana bu tepalik Kamonchilar tepaligi deb nomlanadi. Kamonchilar tepaligi deb nomlanishiga sabab Uhud g'azotida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amrlariga bo'ysunmay 70 ta sahoba o'z joyini tark etadi va o'sha jangda musulmonlar mag'lub bo'ladi. Ortimizda turgan masjid Qiblatayn masjidi hisoblanadi. Ya'ni ikki qiblali masjid. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilganlaridan 2 yil o'tib qurib bitkazilgan. Mazkur masjidning musulmonlar uchun yana bir eng ahamiyatli tomoni shundaki, aynan mana shu yerda Muhammad alayhisalomga Alloh taolo tomonidan qiblani Quddusdan Makkaga o'zgartirish vazifasi yuklatilgan. Islom tarixidagi ilk masjidning yoniga keldik. Ya'ni bu Qubo masjidi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalari bilan ilk jamoat namozini aynan mana shu masjidda ado etishgan. Kimki Qubo masjidida namoz o'qishni niyat qilib kelsa, mana shu joyda 2 rakat namoz o'qisa, mukammal umra ibodatining savobiga ega bo'ladi. Hozir biz Xandoq jangi bo'lib o'tgan joyga yetib keldik. Mana. Qaranglar. Bizni oxirigacha tomosha qilgan ko'zlar tez kunlarda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidlaridan mehmon bo'lib, u kishi bilan suhbatdosh bo'lish nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.